Salamat müsle balla. Bugün bizler bilen Kazastanın içki sular türleri, kölle ve su havuzları bilen tanışıp çıkımız. Bugünkü derste sizler Kazastanın içki sular, köllerinin körsetküçlerini təsnifləş ve təhlil qilishni öğrənisizlər. Bugünkü dersinin lügat sözleri bilen tanışıp çıkaylı. Derya, özyen, rika, rive, köl, köl, озеро, lake. Muzluk, muzdık, lednik, gleyse. Sazlık, batpaqtar, болото, свам. Köp жылдық ton, köp жылдық ton, многолетняя мерзлота, permafrost. Köl. Köl deganimiz okean bilan bevosita munosabati yo'q, yer yuzidagi suga to'lgan tabiiy o'ymonliq. Köllarni tadqiq qilgan ilm limnologiya deb ataladi. Köllarning nomlarini limnonimlar deb ataymiz. Köl qazanlıqlarının payda boluş klassifikasiyasi bilan tanışıp chiqayli. Köllar payda boluşa qarab, tektonikалық, muzluq, reliktlik, oymanlıq deb bölündü. Tektonikалық köllər deganimiz tağ tüzülüş jarayonida payda bolgan köllər. Қазақстанда ularga Zaysan, Qarasor, Sesiqköl, Marqaköl ve başqalar yatıdı. Muzluq köllər muzның oyup qezish ve sırğış hareketi neticesinde payda bolgan köllər. Çoğ Almuta, Rasılköl ve başqalar. Reliktlik yoki qalduq köllər burunqi dengiz yoki okeanның ornida qalgan köllər. Қазақстанда ular Aral ve Kaspiy dengizlari. Tosma köllər tağ köçüp, daryo qinini bo'g'ib tashlagan chaqda payda bolgan. Ular Çoğ Almuta, Qayindi ve başqalar. Oymanlıq köllər Porpan, Qavaq tağ jinslari sağuç topuda payda bolgan köllər. Köllər yer yüzünün 2%'ga yaqinni 2,7 milyon kilometr kvadratni egilep yatıdı. Köllər barlıq yerlerde uçraşqını bilen bir xil taralmıgan. Ularning orunlaşıga klimat, relyef ve köl qazan çoңqurluqlarının payda boluş türleri ta'sir qiladi. Mundaq ahvalga meselen tektonikалық hareket, tağ jinslarının tarkibi, daryolarning, muzluqlarning, shamallarning hareketi yatıdı. Klimat şaraiti nem təvəlidə köllər köp uçuşudu. Ədətdə ularning suyu mol, içki yaramlıq demek tuzsuz, ular aqıdığan bolup kelidi. Qurğaqçılıq təvəlidə asasen suyu anç mol emas, axmaz ve tuzluq boldu. Yazdı mundaq köllər qattiq tayazlaşıp, bəziləri zor yerini şorğa aylandırıp qurup ketidi. Қазақстанда 48 mingdan oşuq köl бар. Meydanı 1 kilometr kvadrat, kichik köllərning 5 ming. Meydanı 100 kilometr kvadratdan aşıdığan çoğ köllərning sani 21. Şimali Қазақстанға bağlıq köllərning ulushi 45%, Mərkəzi ve Cənubi Қазақстанға 36%, qalğan aymaqlarında 19% köllər orunlaşqan. Қазақстан köllərinin umumi meydanı 45 min kilometr kvadrat ve umumi su hacmi 190 kilometr kvadratını təşkil qılıdı. Қазақстанның jirik kölləri ve alahida köllərə toxtalıb ötəyli. Kaspiy dengizi, dünya yüzündeki en çoğ köl. Meydanı 370 min kilometr kvadratını təşkil qıldığan transşigarlıq en çoğ köl. Meydanı 371 min kilometr kvadrat, otura kəngligi 300 kilometr, otura çoğunluğu 180 metr, mutlaq çoğunluğu 1025 metr ve deniz derecesinin egizligi 28 metrini təşkil qılıdı. Aral denizi, Қазақстан ve Özbekistan ellerinin çegarasında orunlaşqan tuyuq qalduq köl. Hazırkı vaqtki çoğ Aral dengizinin meydanı 3800 kilometr kvadrat, otura kəngligi 300 kilometr,
o'tira cho'nqurligi 15 metr, mutlaq cho'nqurligi 40 metr va egizligi 53 metrni tashkil qiladi. Balxash ko'li maydoni bo'yicha dunyo yuzida 14-o'rinni egallaydigan va dunyo yuzida yolg'iz yerimi ichishga yaramliq va yerimi tuzliq ko'l. Maydoni 18-2000 kilometr, uzunligi 614 kilometr, kengligi 74 kilometr, o'tira cho'nqurligi 6 metr, mutlaq cho'nqurligi 27 metr va egizligi 28 metrni tashkil qiladi. Zaysan ko'li Қазақстанның sharqida o'rinlashgan, tuzsiz, tektonikalik va bor davrdan beri 70 million yildak uzluksiz mavjud yer yuzining eng qadimiy ko'li. Maydoni 1830 kilometr kvadrat, uzunligi 100 kilometr, o'tira kengligi 30 kilometr, cho'nqurligi 6 metr, mutlaq cho'nqurligi 15 metr va egizligi 386 metrni tashkil qildi. Қазақстанның eng tuzliq ko'li Biyasoygan ko'li. U Qarag'anda viloyatining g'arbida dengiz betidan 338 metr egizlikda o'rinlashgan. Uning tuzliqligi 335,8 gram litr. Maydoni 6,5 kilometr kvadrat, uzunligi bo'lsa 4,3 kilometr, o'tira kengligi 2,3 kilometr, mutlaq cho'nqurligi 10 santimetrni tashkil qildi. 338 metr egizlikda o'rinlashgan. Ko'llarni har xil belgilari bo'yicha to'plashtirishga bo'ladi. Mo'lchari bo'yicha ko'llar 6 to'pqa bo'linadi. Ular: dengiz ko'llar, kichik ko'llar, o'tira ko'llar, cho'ng ko'llar, nihoyatda cho'ng ko'llar va ulug' ko'llar. Qozog'istondagi ko'llarning besim bo'ligi bu kichik ko'llar. Biroq ularning yig'inda maydonining 60% nihoyatda cho'ng va ulug' ko'llarga muvofiq keladi. Mamlakatdagi ulug' ko'llarga dunyo yuzidagi eng yirik 20 tabiiy suv bo'laklarining biri Balxash ko'li yotadi. Ko'llarning mamlakat territoriyasi Tavala tabiat zonasi bo'yicha tarqalishning 3 ko'rsatkichi. Birinchi ko'llar soni, ikkinchi ko'llarning yig'inda maydoni, uchinchi maydonning ko'likligi bo'yicha aniqlanadi. Maydonning ko'likligi deganimiz ko'llarning umumiy maydonining qarashtirılayotgan maydonning foiz bilan olgandagi nisbati. Qozog'istondagi ko'llar barliq maydoni 45 ming kilometr kvadrat. Mamlakatning umumiy maydoni 2,7 million kilometr kvadrat. Mamlakatning ko'likligini hisoblaylik. Xarita bo'yicha bayqaydigan bo'lsak, ko'llar Qozog'iston territoriyasida bir xil o'rinlashmaydi. Ularning ko'pi Olmaota viloyatida, ammo maydoni bo'yicha eng ko'p davasi bu Sharqiy Qozog'iston viloyati. Shunday qilib, bugungi darsda biz sizlar bilan ko'llar tushunchasi va Qozog'istonning ko'llari bilan tanishib chiqdik. Biroz xulos chiqaraylik. Qozog'iston territoriyasida paydo bo'lishi va o'rnashish alohidligi bo'yicha 48 ming ko'l bor. Ularning besimi kichik va tuzliq ko'llar bo'lib kelindi. Qozog'iston territoriyasida ko'llar bir xil o'rnashmagan. Shuning bilan bugungi darsimiz oyoqlashadi. Diqqatinglar uchun rahmat va bugungi darsning tushirimida o'z yordamini bergan 8 va 8 nashriyatiga o'z minnatdorligimizni bildiramiz.